juda ko'p больницalarga kalpachoq tiktirib berdik. Ha. Qattiqqina ekan, Qattiqqina, metri 60 ming so'mdan. Bu kalpacho'lar qanchadan chiqdi? Xo'p, kalpacho'larga endi biz materialini berdik. 1 metrdan o'rtacha 8 taga yaqin chiqdi. Adashmasam 20 mingdan mekin sotdi donasini. Yaxshi ekan. Mana bizga ham shunaqada ishxonada hozir. Metri qanchadan dedingiz? Metri 60 ming so'mdan. 60 Endi mingdan? 180. Mana ko'ki ham chiroyli ekan. Bu Mana onangizchi, mana nima ekan? Xo'p, bu ham dak, digital print bu. Sabayev degan fabrikani, o'sha digital print daki. Bu ham dasturxonga? Bu ham dasturxonga. Yaxshi. Buni ham metri 60 ming so'm. Qalin narsa ekan. Ha. Bunda jonliroq kraska ishlatilgan. Chiroyli narsa ekan esa. Chiroyli ekan. Agar kichkina dasturxoncha bo'lsa 1 metr 1 metrdan bemalol bitta xon taxtaga dasturxoncha chiqadi. Endi rosa 50 ekanda. Yaxshi ekan. Qani ichkariga kiraman endi. Voy jonim. Juda ham chiroyli. Mana bolalarga. Ular qanaqa ekan Hop, endi? bular mana 38 ming so'mdan Ralforce degan material. Aytgani mana bitta ko'rib qo'yaylik. Freedom degan fabrikaniki. Ular metri qanchadan? Ularning metri 38 ming so'mdan. To'tlashmaydi. Yo'q, svit bo'lmaydi, qizdirmaydi. Quyonchalari kamayib ketib qolmaydi, kraskasi o'chmaydi. Chiroyli narsa ekan. Yaxshi ekan. Bola-chaqalarga. Endi 100% paxta bular. Ha, xudo xolasa 100% paxta degan sertifikat bilan keladi Turkiyadan. Sizlar o'zingizlar Turkiyadan olib kelasizlarmi? Aha, asosan o'zimiz Turkiyadan olib kelamiz. Mana. Firmasini ko'raylik. Ha, firma Freedom mana 100% paxta deb keladi. Sertifikati ham bor edi, tushib qolibdi. 100% paxta deb keladi. Xo'p, rulonda 30 metr bo'ladi. Qancha bo'ladi endi bitta ruloni? Bitta ruloni hop masalan 38 mingdan deydigan bo'lsa 1 million 800 ming so'm atrofi chiqadi. Hozir mana.